Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yuqori Mang'it mahalla hududida bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida 529 konturdagi 10 gektar yer maydoni tanlab olingan bo'lib, ushbu yer maydonida pulpnay yetishtirish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda Biznesni rivojlantirish banki ko'magi bilan ushbu yer maydonda joylashgan 72 ta lotdagi yer egalari birlashtirilib, Yuqori Mang'it pulploylari ishlab chiqarish kooperativi tashkil etilgan. Ushbu yer maydonida yetishtirilayotgan mahsulotlar sotib olish maqsadida agregator sifatida Buvayda Gold 2022 xususiy korxonasi tanlab olingan. Bugungi kunda yer maydonidagi pulpnoy to'liq ekilgan bo'lib, Biznesni rivojlantirish banki tomonidan yer egalariga bir kontur bir mahsulot kredit mahsulotlari asosida bank kredit mablag'lari ajratib kelinmoqda.